Bel grijasi bilan og'rigan bemorlarda qachon konservatoriy davo chorasini qo'llash mumkin? Ya'ni jarrohlik amaliyoti aralashmasdan. Bemorda bel grijasi aniqlandi tekshiruvlardan keyin, lekin oyoqlarida hali kuchsizlik yo'q, uyushishlar kuchli emas va sezish saqlangan. Faqatgina og'riq bo'lgan paytda konservatoriy davo choralarini qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Siyish, ich kelishdagi buzilishlar bo'lmaganda, ya'ni kichik chanoq a'zolaridagi funksiyalari buzilmagan holatlarda konservatoriy davo muolajalarini qilishimiz mumkin bo'ladi. Agar birinchi boshlanishi bo'ladigan bo'lsa, davo chorasini 6 haftagacha konservatoriy olib borishimiz mumkin bo'ladi. Bizaga murojaat qiladigan bemorlarimizni operatsiyaga borishi mumkin bo'lgan bemorlarning soni 10% ham tashkil qilmaydi. Ya'ni 10 tadan bitta yoki 20 tadan bitta bemorda operatsiyaga borishi mumkin. Qolgan 90 va 95% holatlarda faqatgina konservatoriy davo choralari bilan davolanadi. Qachon operatsiya qilinadi? Bemorlarimizda grija chiqadi va nervni juda ham qattiq bosgani hisobiga oyoqlardagi harakatlar chegaralanib qoladi. Juda ham kuchli og'riq bo'ladi. Ya'ni bu og'riqlarni narkotiklar bilan ham vaqtinchalik bosadi, yana 5-6 soatdan keyin yana og'riq boshlanaveradi. U holatlarda olishimiz mumkin va kichik chanoq a'zolarining buzilishi bilan kechadigan jarayonlarda, ya'ni bu yerda siyishni, kichik va katta hojatga chiqa olmaslik, ularning kontrolini buzilgan holatlarda ham operatsiyaga zudlik bilan olish kerak bo'ladi.